Dostum, quloq tug'ingizda sizga hamroh bo'lib atqani davomli Zulfiya Abdug'ani ovozi. Bugun salonimiz orqali sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan asrim Odam shundoq yanda yo'qning intizori. Asar avtori Zulfiya Abdug'ani, mikrofon oldi o'xshashla Zulfiya Abdug'ani. Hayotlikda qadrlash degan so'zga o'tirib kelgan vaqtlarim baxtli ko'p. Bizning go'zal vaqtlarimiz hozir yuz berayotgan kartinalardek har kuni ko'z oldimdan to'xtamay o'tadi. Meli bo'ladi ekanman, seni eng baxtli qiz bo'lish sharpiga erishtiraman. Masalan, qanday qilib? Bunisi maxfi. Sanga deb bersam qiziq bo'lmaydi. Qiziq bo'lmaydi degan nima gap? Ma'nilik, unutilg'usiz tuyulmaydi demoqchiman. Ha, meni baxtli qilishga shunchalik ishonchingiz bormi? Seni yaxshi ko'rgan tunji kundan boshlab bu qizni meli baxtli qila olayman deb o'ylaganman. Oldin ola bilib emasmi? Kulgilaringni suyman. Bilamsan, sen kulsang men o'zimni shunchalik qaltichaqlab ketaman. Sizning ko'ngil qo'yib parvish qilishingiz bo'lg'achqa har doim o'zimni unutib kulmamıştam. Kulgan. Chiroyli ko'zlaring kulgiga loyiq. Men sababli kulsang, bu bir olamni menga berganga o'xshash. Nimaga qopqonsin turibsiz? Sana uning qarab kulma degandim-ku. Ochig'im keladi, bilamsan. Nimaga ochiqingiz keldi? Menga uningga gap qilmasam, kulib salom qilsam qizg'anamsiz hamdi? Qizg'inaman. Seni o'zimdan boshqa hamma kishidan qizg'inaman. Xafa oldingmi? Xapama. Ammo seni bekli qizg'inganligimni bilsan-ku. Xapamadim. Aks sizni xafa qilib qo'ydimmikin deb xijil bo'lyapman. Qara ahmoq qiz. Sendan xapamayman. Faqat shu tushundim. Nemishqa hadisil telefon qilsam olmaysan? Men o'yli boshqa ishlar bilan bo'lib qopdim shu. Menga teshig'i chiqmasam, nimaga xapasiz yana? Qara, ko'nglingda men bo'lsam, mendek biri borligi esingda bo'lsa, telefon kelib qolar deb qarab qo'y. Ko'nglimda siz yo'qkansizda bu gapingiz qaraganda. Men diqqat qilmabdim-a, buningdan diqqat qilay bo'lamdi. Diqqat qilib qo'y. Sendan ansiraydi ekanman, bilamsan. Ma'qul, buningdan diqqat qilay xapamman hamdi. Mayli sen bilan so'qishay yoki yaxshi o'tay, sen hayotimning eng muhim qismi eding. Hamma ishdan meni o'ylaydigan, meni suyadigan seni har qachon yenimda bor deb xotirjam yuratdim. Bir shanba kuni edi. Biz bir kunlik xo'shal faoliyatlarimizdan keyin sen meni uyning oldiga akab qo'yding. Mundaq chiqilib aytganda har qitim shundoq bo'ladi. Bu bir kundagi ko'nglimiz eng yerim bo'lgan vaqt dal mushu vaqt. To'yuqsiz sana telefon keldi. Tonimaydigan bir nomer. Sen olding. Qarishtirib qizi bola edi. Sen uni silkib telefonni qo'yib etding. Telefonni qo'yib menga uning seni bir mazgil qo'g'lashgan bir qiz ekanligini dedim. Rost gap qilsam, ko'z oldimda o't kuyib atadi. Nimishqa bu kechda sana boshqa bir qizdan telefon keladi? Men seni silkib etdim. Jigirab uyga kirib ketdim. Belatdim. Arqimdan to'lg'an pet qilib qoldim. Men uyga kiribla telefonimni etib etdim. Shunchalik esadab yig'ladimki, xuddi sen menga qora yuzlik qilayotgandek g'arilotdim. Men bir kecha telefonni ochmadim va ikkimizning orasida yuz bergan hamma ishlarni bir-birdan o'ylab chiqdim. Menga xiyonat qilgudek imkoniyating yo'qligini jazm qildim. Necha qitim meni burun qo'g'lashgan o'g'illardan telefon kelganida chechilmasdan masalani to'g'ri hal qilganingni, mening xatoliqim emasligini tushundirganingni o'yladim. Men sana hech qancha tushuntirish fursati bermagan edim. Qarsam tongni etibdi. Telefonimni ochdim. Sendan kelgan o'ndidorlar, uchurlar bilan liq to'lgan edi. Eng oxirgi telefonni saharda urgan edim. O'ndidordimi nurg'un uchurlarim bor. Men kiyimlarimni kiyib, yaningga berish uchun eshikdan chiqdim. Qo'ri oldida odamlar mig'mig' yig'ilib ketgan edi. Nemish bo'lganligini bilmay, temir qolib qoldim. Bechora balning uydagilarning bo'lib ketgandi.
gap ish bo'pti. Sho'pirmi, nima qilib qilmagan bo'lg'iydi. To'y qilgan bo'g'iyimizda bu bola hajab yasa ketib qopti. Hey, biz doim yenimizda bu vaqtida qadrini qilmaymiz. Bechoraning uydikilari tugishib ketadigan bo'ldi-da. Hey, bechora. Menimi aldirab mangan bo'g'iydi-ya. Yoshli ketib qopti. Jenim bolam. Yurakni azding'u. Apam, menimi bo'p ketar endi. Quloqlarimga ishonmay qoldim. Shu topda u yerda yotganning nihoyat yosh bir bola ekanligini bildim. Ammo uning chiroyini tek ko'rmagan edim. Rost gap qilsam, yuragim baysilib o'tadi. Kimdi? U emasdi. Men aldirab uning menga öndidarda qoldirgan shuncha jiq gaplarning orasidan eng oxirgi so'zini ochdim. Sana naşlık qilib kelgan edim. Qopmabsan o'rin. Səhər turib naşlık qil deb necha qitim deyman sana. Mana, azli qoldim uyingning oldiga. Naştılıqqa kelgan miydingiz? Yuragim shunchalik qattiq selib o'tadi. Bizning uyning oldiga minib dekansizda. Odamlar orasiga o'zimni otdim. Menga akagan naştılıqlarini qo'lladim mahkam siqimdab, qonga bo'yilib yotadi. Bu atiganda kim sizni so'qib o'tgandi? So'qib o'tmadi shundaqmi? Meni sizda yomonlab qoldi. Telefonni olmadi deb. Shundaq rol o'ynayapsiz, shundaqmi? Ko'z oldimda yetayotgani u edi. Hayotimning eng muhim qismi. Yuragimning parisi edi. Bo'g'zimga bir narsa gaplashib qoldi. Unga o'zimni otdim. Naştılıqni og'ib chiqdim. Nim bo'ldingiz? Ro'layapsiz shundaqmi? Sizni hargiz mashina so'qib o'tmaydi. Ko'zingizni iching, bo'ldi, mishinchilik chaqchaq qilsangiz bo'ladi. Ko'zingizni iching, o'tinib qolay. Ko'zingizni iching. Bugün sizden ayrılıp qağılı 923 gün bo'ldi. Sizga zar bo'g'ili 923 gün bo'ldi. Hayotimning xazonlari siz ketgandagi seriq rangda turib atqanli 923 gün bo'ldi. Nemishqikin siz yanada meni kunda og'ili keldigandek her günü koru aldıda sizden ayrılıp gelişke sebep bo'lgan shu yerda sizni saatlab saqlab turib ketaman. Bu kunlarda do'stlarim, qarindoshlarim, dadam, apam menga hammali jihatda hamdamda bo'ldi, hamroh bo'ldi. Ko'ngli so'nuq deb ig'ir shirik gaplarni qilmaydi. O'qishim allaqachon bitgan bo'lsa-mu, to'y ishlarini tilga olmaydi. Azroq uchi chiqsala, esadab ketadiganligimni bilgachga hech nima deyamaydi. Sizdan boshqa bir o'g'il bolaga qarab kulamadim. Bu 923 gün o'zimni ayblashdan boshqasi bo'lmadi. Osh kuni uningdan ranjimagan bo'lsam, uningga fursat bergan bo'lsam, mening mushu o'zimning rostaydigan mijozimni ozroq bo'lsam o'zgartgan bo'lsam, uningga o'xshash masalalarni tamkinlik bilan oldirmay, o'zaro paranglashib turib hal qilgan bo'lsam, siz u yerda jon uzmagan bo'lardingiz. O'zim sevgan kishining qotili bo'ldim bilamsiz. Sizni men o'ldirdim. Men talish
shu kundan boshlab siz bilan tang o'ldim. Ko'z oldimda tashlari kundan kunga oqirayotgan, qo'riqlar kundan kuniga jiqiyotgan dadam opam ko'zlarimga talmirib turgan bo'g'ashqa yashayapman. Har qitim sizni o'ylaganimda asli bu vaqtda mundaq qilsam bo'pti ekan. Asli bu vaqtda mundaqroq gap qilsam bo'pti ekan. Bu vaqtda telefonini vaqtida olsam bo'pti ekan. Ko'ngliga azor bermasam bo'pti ekan. Qo'llarini ching mahkam tutib olgan bo'lsam bo'pti ekan. Ko'zlarga uzoqroq qarab turib olsam bo'pti ekan. Illiq qo'ynida uzoqroq turib olsam bo'pti ekan. Ko'nglim yerim bo'lgan ba'zi vaqtlarda sizning men ayni vaqtda meringizga beshimni qo'yib turib tasalli berishlaringizni o'ylab, shu vaqtda beshimni qo'ygan peti vaqt to'xtab qolgan bo'lsa bo'pti ekan degan xiyollarni kunda qilaman. Shundoq sizni qadrlab olsam bo'pti ekan. Qo'lingizni ching tutib olsam bo'pti ekan. Bugun sizdan ayrilib qolg'ili, sizni ko'may, hidingizni puramay, qo'lingizni tutmay yurayotg'ili 958 kun bo'ldi. Bugun men xotiramga munolarni yozdim. Menga o'xshash ayrilib qolishdan burun cho'qim qadrlashni ta'kidladim do'stlarimga. Har qitim bir jiblarni ko'rganimda ixtiyorsiz maslikim keladi. Ham ularning bir-birini to'lima qadrlashini umid qilib ketaman. Har bir muhabbatda bir taraf bekrak badal to'laydi ekan. Yana bir taraf bo'lsa, shunchalik yaxshi ko'rib turib, shunchalik sevib turib, qarshi tarafni qanday qadrlashni bilmay qoladi ekan. Nurg'un kitoblarni o'qidim, nurg'un filmlarni ko'rdim. His qilib yetdimki, odamning tabiati shunday bo'lsa kerak. Biz azaldan yanimizda buni qadrlashni bilmaydi ekanmiz. Albatta, hech qachon uni mening yonimdan ketadi. U mening yonimda bo'lolmaydi. Uni menga ko'ramayman degan bu tuyg'ulardan biz xoli ekanmiz. Hayotlik ana shunday bo'ladi ekan. Har qitim ko'z oldimda qo'llarini mahkam tutishgan ayshiq mashqlar o'tib ketganida, ularning yeniga berib, sizlardan o'tinib qolay. Bir-biringlarni cho'qim qadrlanglar. Mayli urushib qolgan vaqtlar bo'lsin, cho'qim yo'l qo'yinglar, to'g'ri tushuninglar, bir-biringlarga tushundirgidek vaqt beringlar. Hargizmi oldiraqsonlik qilmanglar. Amaliyotda ishkanlarning orasida ishkanlar yaxshi o'tirib paranglasanglar, hal bo'lmaydigan ish yo'q degim keladi. Va ba'zida yo'llarda o'zaro takalishib qolgan oshiq mashqlarni ko'rib qolaman. Albatta, ikki odam bir yerga kelib yashagandan keyin, ikki xil tarbiyada, ikki xil oilada cho'ng bo'lgan ikki odam bir-birini yaxshi ko'rib, har kun degdek birga yashagandan keyin orasida ziddiyat bo'lishdan saqlanqili bo'lmaydi-da. Biz hatto uyimizda o'zimizning qarindoshlari bilanmi, atrofimizga do'stlarimiz bilanmi anjimish tegishib qolamiz. Bu hech qancha ish emas-ku. Bu turmushning bir agir to'qayliq jarayoni-ku. Faqat bizda tushunish, hurmatlash, qo'llash, ishonish bo'ladi ekan. Hamma ishlarning go'zal tarafini o'ylaydi ekanmiz. Bizning bu muhabbatimiz o'zingga davom etadi ekan. Menga o'xshash hayotingizning muhim qismidan ayrilib qolmaydi ekansiz. Do'stim, odam azaldan shundoq yandi yo'qning intizori. Ammo tilaymanki, biz yandi borning qadrini biladigan, atigi birga qo'l tutishib mangalaydigan, ayrilgandan keyin emas, yonimizda bor vaqtida butun muhabbatlarimizni uningga beg'ishlay oladigan, ham shundaqla uning bilan o'zimiz ko'zlagan nishonlarga birga yetalaydigan kunlarni umid qilamiz. Shuningga ishonamanki, qo'llarini mahkam tutishgan har bir oshiq ma'shuq bir-birining qadrini qilsalar, oxirgi manzilga birlikda qadam qo'ya oladi. Albatta,
hammanglarga baxt tilayman. Sensiz ötken günde ot yanıdı kalbimde, yıldızım sen tünde, geceler çüşümde. Sensiz ötken günde ot yanıdı kalbimde, yıldızım sen tünde, geceler çüşümde. Beni sura, halim sura, acel beni kılısın cüda, yıldızım aldığında, yıldızlarım aldığında. Beni sura, halim sura, acel beni kılısın cüda, yıldızım aldığında, yıldızlarım aldığında. Kıldın beni şeyda, mama düştü ut bırak. Sen yürüysen kayda, güldürdü iştiyak. Kıldın beni şeyda, mama düştü ut bırak. Sen yürüysen kayda, güldürdü iştiyak. Beni sura, halim sura, acel beni kılısın cüda, yıldızım aldığında, yıldızlarım aldığında. Beni sura, halim sura, acel beni kılısın cüda, yıldızım aldığında, yıldızlarım aldığında. Yerdim o sen ayda, üstünde yatılım ay. Koydun beni dağda, aşık buldum çağlıma. Yerdim o sen